Assalomu alaykum. Bu darsimizda PSK hamda u bilan ishlashni o'rganib olamiz. PSK deb mana bu koordinatalar o'qining boshlanish nuqtasiga aytiladi. Bizlar har qayerga bormaylik. PSK mana bu pastki chapki qismga turadi. Aslida esa u mana faylning o'rtasida, ya'ni chizmani o'rtasida bo'ladi. Agar undan bizlar chetroqqa ketib qolsak, mana bunday ekranimizning chapki pastki qismida paydo bo'ladi. Xullas, u bilan qanday amaliyotlarni bajarish mumkinligini hozir ko'rib o'tamiz. PSK bu joyni almashtirib bo'ladigan obyekt hisoblanadi. AutoCAD'ning bitta obyekti. Uni olib, bitta joydan ikkinchi joyga qaratib, ya'ni joyni o'zgartirish imkoniyati mavjud. Bunda bizlarning faylimizning noli o'zgaradi, ya'ni PSK buni ruschasiga mirovaya sistema koordinat, ya'ni faylimizning absolyut koordinatalari hisoblanadi. Buni bizlar joyini almashtirishimiz, burishimiz mana bunday tarzda va boshqa shunaqa ishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Bu qanday bizlarga qulayliklar tug'diradi? Ya'ni burganimizda bizlarda mana bunday faylning qiyshiq qismlari bo'lishi mumkin yoki ish jarayonida normal bo'lmagan narsalar bo'lishi mumkin. Shunga qarab bizlar PSK ni moslab ishlash imkoniyatini beradi. Demak, birinchi navbatda PSK ni joyini almashtirishni o'rganib oldik. Bunda uning mana bu ushlagichidan ushlab bizlarga kerakli bo'lgan joyga olib kelib, misol uchun mana bu planni ko'rgan edik. Mana bu yerga olib kelib qo'yib, shunga nisbatan to'g'rilab ishimizni davom ettirishimiz mumkin. Chunki bu bizlarga ancha qulaylik tug'diradi. Hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bizning ekranimiz mana bu kompyuter, ya'ni xonalariga parallel ravishda turibdi. Bunda bizlar har xil stol yoki boshqa planirovka, ya'ni loyihalash ishlarini amalga oshirishga bizlarga ancha qulayliklar tug'diradi. Bundan tashqari, PSK bilan ishlashda PSK komandasi bor. U yordamida ham bizlar PSK ni joyini almashtirishimiz yoki eski holatiga qaytarishimiz mumkin. Mana bunday tarzda PSK yozsak, PSK ni joyini almashtirish hamda qo'yish imkoniyati paydo bo'ladi. Shu holatida yana bir bor bossak yoki mana bu mir menyusiga bossak, PSK miz o'z joyiga qaytadi. Bunda PSK ning yana qanday xususiyatlari bor? Bunda razraботчиклар tomonidan AutoCADda yana shunday menyu настройка borki, hozir PSK ni joyini almashtirganimda meni ekranim qanday bo'lsa shunday turdi, faqat kursor bir tomonga qiyshiqlashdi. Agar komandniy strokaga e'tibor berib qarab yozib olishingizni xohlardim. U lotin harflari bilan UCS follow lovni bosib, unda birni bosib enterni bossak, PSK ni o'zgartirgan paytimizda bizlarning ekranimiz ham o'zgaradi. Hozir uni sizlarga namoyish qilaman. PSK ni olib, boyagi joyga olib keltirib, uni o'zgartiramiz. Hamda salgina burib o'zgartiramiz. Ko'rib turganingizdek, mana bunday tarzda bizlarni cherchozimiz ham ma'lum bir gradusga burildi. Bunda cherchoz burilmadi, prosta bizlarni cherchozga, ya'ni chizmaga qarab turgan rakursimiz o'zgardi. Bu bizlarga ish jarayonida juda ham katta qulaylik tug'diradi. Chunki mana bu qiyshiq holatda chizmalar bilan ishlash anchalik noqulay hisoblanadi. Yana bitta narsa, bunda bizlar kursorni o'zidan ham nastroykalarni o'zgartirishimiz mumkin. Bunda uni ustiga tanlab, ustiga o'ng tugmani bosib, mirovaya misol koordinatiga o'zgartirib qo'ysak ham bo'ladi. Bundan tashqari bizlar imennovoy PSK yasashimiz mumkin. Ya'ni ma'lum bir PSKlar yasaymiz hamda mana bu yerdan ularni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Hozir mirovayada turibdi, novaya PSK yasashimiz mumkin. Misol uchun,
Hozir menda mavjud PSK ni olib, bu yerga olib kelib qo'yaman. Buning uchun PSK komandasini bosib hamda o'zimga kerakli bo'lgan joyga olib kelib qo'yaman. Endi men ana shunday turgan PSK ni сохранить qilib qo'yishim mumkin. Buning uchun PSK ni tanlab, ustiga o'ng tugmani bosib, imennoviy PSK dan сохранить qilib qo'yaman. Kelinglar, birinchi bo'lim misol uchun deb belgilaymiz. Hamda enterni bosaman. Hamda meni сохранить qilib qo'ygan PSKlarim mana bu yerda paydo bo'ladi. Bu mirovay PSK. Bunisi birinchi bo'lim. Shunday tarzda сохранить qilib qo'yish orqali juda ham tez va qulay tarzda bizlar ish jarayonimizni tezlashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Yana bitta narsa, PSK ni bizlar ma'lum bir obyektlarga nisbatan darrov bog'lab qo'yishimiz ham mumkin. Mirovayaga olaman. Misol uchun PSK komandasini yana bir bor bosamiz. Hamda interaktiv menyudan obyektni belgilab, biron bir bizlar xohlagan obyektni tanlasak, o'sha obyektga, ya'ni o'sha obyektning segmentiga nisbatan PSKmiz to'g'rilanib oladi. Mana bunday tarzda. Ko'rib turganingizdek, bu ham ancha qulay hisoblanadi. Buni ham aktiv ishlar paytida foydalanishingiz mumkin. Hozircha shular, davom etamiz.